Yana bosdingmi? Har safar bosasan, lekin ichimda nima bo'layotganini o'ylamaysan. Meni o'rnatganda simlarni ko'zimga to'g'ri kelgandaya ulashganingni bilaman. Shuning uchun bosganingda ichimda uchqun o'ynab, issiqlik yig'ilishni boshlaydi. Faza bilan 0 joyi almashgan. Kontaktlarim bo'sh bo'lib qolganini sen ko'rmaysan, men his qilaman. Bugun faqat qizyapman. Ertaga erishdi boshlab, indinga esa dotning qisqa tutashuv va bum! Bu joyda to'xta. Bu ishni o'zini ustalariga topshirishing kerak. Bu yerda ko'z emas, asbob ishlaydi. Malakali elektrik keladi. Faza 0 ni tekshirish bilan kontaktni mahkamlab, meni to'g'ri ishlashga qaytaradi. Bunday elektrikni qidirib yurma. Profi 24 da tez kelib, tekshirib, xavfni o'chirishdan oldin tokni o'chirib, seni portlashdan saqlaydigan o'z ishini ustalari bor. Meni bosishdan oldin Profi 24 ga aloqaga chiqish tugmasini bos.